Assalomu alaykum aziz obunachilar. Patkush Samarqand vokzalidagi obyektini mayaklarni qo'yib shkaturkani boshlab yubordi. Bitta kvartira oladiganlar uchun maslahat. Agar kvartira olmoqchi bo'lsalaringiz, mana bu harakat qilinglar shkaturkasiz olishga, yo o'zlaringiz shkaturka kirgizib qildirishga. Chunki 50% застройщиклар shkaturkani yaxshi qilmaydi. Ulardan keyin biz kiramiz, yana padmayak qilib chiqamiz. Bu nima zarali? Masalan 100 kvadrat siz kvartira oldingiz deylik, 100 kvadrat по полу. Biz hozir mana polni shkaturka qilib chiqyapmiz. 4-5 sm hamma devor qisqaradi, hammasi. Bu degani общий площадьdan где-то 7 kvadrat kvartirangiz qisqaradi. 7 kvadrat 10 milliondan desangiz agar 70 million degani bu 70 million sizga zarar bo'ladi. O'shaning uchun harakat qilinglar bez shkaturka olishga, agar iloji bo'lmasa agar shkaturkani qilayotgan paytida borib tekshirishga. Mana bu yer o'zi masalan 0 ga turibdi. Pastda esa 11 sm deyapti. Hozir mana bu общий o'zi 20 kvadrat joy, где-то 1 kvadratdan ozgina zo'roq qisqaradi.